Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xayrli kech. Barchaga kuninglar yaxshi o'tsin. Bizda adrenalinga, energiyaga boy kun bo'ldi. Prям pozitiv bo'ldik bugun. Obedda yengil obed qilib oldik. Qornimiz ochgani ham bilinmadi. Hozir yuvinib, chaynib chiqib, endi ujin qilishga chiqdik. O'zbekcha kuxniyaga keldik. Ovqatlanib bo'lib. Assalomu alaykum. O'zbeklar ko'p ekan yerda. Tanib qolishyapti. Mazza, shunaqa o'zbeklarni chet elga chiqsa, o'zbeklarni ko'rsam xursand bo'laman. Sizlar ham shunaqa bo'ladimi? Nima demoqchi edim? Ertaga prям men kutgan joyga boramiz. Madina, rosa holatini o'zi Turkiyaga ham o'sha bozoriga borib narsalar shoppinglar qilishni yaxshi ko'rardim. Xitoyda hozir mana Madina menga kechadan beri bunaqa olishim kerak, Madina bunaqa olishim kerak deyapman-da. Og'zaki просто narx aytyaptilar. Ishonasizlarmi? Nerealniy arzon ekan. Ertaga